Bog'bon bo'lib yuraman, ekin tarosh qilaman. Bog'bon bo'lib yuraman, ekin tarosh qilaman. Ekin tarosh qilaman. Hello arkadaşlar. Bitta ketmoqishim kerak. Shuncha ketmoqni nima qilaman men? Onasizlar bugun biz YouTube'da ko'p harakat qilamiz. Hamma yerni agak qilmoqchiman. Men hozir mana shu yo'qacha qilaman. Yangi videomiz. Albatta like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki bu videoni qilish juda qiyin bo'ldi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lsangiz bizning motivatsiyamiz oshadi. Agar hozirgina kanalga obuna bo'lsangiz, men sizga xursand bo'laman. Koyda var ama için tarafı muz var böyle hikaye oluyor. Bu eğer beni 25 minutda onu açıp bersangiz ku 25 minut 25 açın. Bir dostum var. Şu videoda kaydedeceğim. Bu elotsuz narsalarni qilib ko'ramiz. Chunki buni elotsuz narsalarni qilib judayam qiyin. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki biz hali birga ham bo'lishimiz kerak. Birga bo'lsak xursand bo'lardim. Vay şuraya bitti kalsın. Sunucuyamız. Onu da sizlerle birlikte sabah. Agar shu videoda men agar 30 minut obuna qilsam, shuni 3-qismini ham shu bilasizlar, Oybek CD degan viza olganman. Nega men uni unchalik chiqarmaganman va men uni umuman yuzaga chiqarmayman. Yuzaga chiqartirmashim buni videodan bilib olasizlar deganligini. Men aytdim hammasining sabab men o'zimda. Chunki men buni qaraganim yo'q. Men obunachilarimga ishonmadim. Qaraganim yo'q edi. Nechta obunachi bo'ldi?
qancha dedim va bitta videoda ko'p balo yig'ganimda boshqa bu videoga umuman chiqolmayman deb qo'yganman. Kechirasizlar onalar. YouTube meni ban qildi. Yoki akkauntimni bir narsa qilib yopib qo'ydi. Oybekni Qur'onimiz degan shu Qur'onimiz degan videomiz bor-ku, agar hamda chiqarsang band qilib qo'yaman dedi. Nega dedim? Chunki u so'ragan edi, bu sening obunachining kam, chunki obunachi muhim ekan ularda. Va men agar sen mabodo 25 ming obunachi qilsang yoki 30 ta obunachi qilsang senga qo'yib beraman dedi. Men esa rostdan dedim. Lekin bu tovuq yaptım. Obunachilar shunday gap. Mening aybim yo'q. Video chiqmaydi. Bugun chiqadi. Mana bugun chiqdi video. Tezroq agradimni tugatib olsam, bu agrad ham tugaydi. Bu qiyin ham bo'ldi. Qiyin dublash. Sizlar ham qilib ko'rsalaringiz qiyin bo'lishi ham mumkin. Chatda ham muntazir. Qayerga chiqib ketdim? Qayerdan kiramiz? Hech qilmaydi onachilar sizlarga bu. Mayli, 12 minut. Ko'p ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Yo'q. Nanati shuncha qilganim. Yo'q. Shuncha qilganim bekorga ketdi. Uraganim bekorga ketdi. Lanati, Minecraft. Minecraft demoqchiman. Minecraft. So'ndirding meni. Shuncha qilganim qayerga ketdi? Men shunday ketardim. On 12 minut bo'lmadi. Oddiy video. Ekan ular. Ne bordi? Bizchi borgani biz yo'qmi? Biz Surxondaryomiz. Boshqa borchi pulimiz ham yo'q. Omonxon shafqatsiz ekan. U bizlarni opolmadi. Opoladi deb o'tirgandik. Lekin biz opolmadi. Ana shuning uchun men bu muammoni agar menga ko'proq obunachi
ketsam, men sizlarga bir Samarqandda mana butun shuncha qilaman. Butunga hamma yerga chiqaman. Bittayam qolmaydi. Toshkent hammasiga chiqaman. Uning uchun sizlarning like va obunalingiz kerak. Mayli, hayvonlar. Bugungi video shunday edi. Men knopkani bosayotgan edim. Barbod bo'ldi. Uning videoning nomi Uzoq огород quramiz deb yozilgan огород. Mayli, xayr. Bo'pti. Aytgancha yuzim ko'r. Agar profilim Oybek mening Instagram kanalim ham bor. Tezroq obuna bo'ling tezroq. Shu maslahatga amal qiling. Chunki bizning kanalimiz tezroq chiqishi kerak va biz tezroq 1000 ga bo'lishimiz kerak. Mayli, bo'pti.